tuxumni qo'g'irib yuboradigan darajada issig'i bo'ladi. Mashinani to'ri oynasini ham ochib qo'ydim. Mashinani kalitini keyin cho'ntagimga solib, yarim soatga ketdim ustaxonaga. Mana traktor olib kelganim. Voy bila! Skelet kallasi. Mana holat qaranglar, qaytib kelsam akalar. Onangni nima ko'r bilan. Hayot itaraman desa har qanaqasiga itar ekanda akalar, nima qilmasanglar. Bola qo'liga latdan usha olib mashinamni yag'ilib artib, malades deb boshqa yaxshi bolalar ko'paversin, kameraga tushgan, uyaladi, telefonda gaplashgan desa olib o'zini ati qo'llarini qimillatib yuribdi yoqdan bu yoqqa. Mana qaranglar qilgan narsasini aylanib ketdi. Tojikiston bapesh. Вот мои братья мне помогли от души, ребята. Красавцы, лучшие. Ko'ryapsizlarmi akalar? Tojikistonlik do'stlarim qilgan narsasini ati suv tushmasin deb mana qilib yopib qo'yishibdi. Baraka topishsin akalarimni. Lekin hayot itaraman desam, yaxshi do'stlarim bo'lsa, mana shunaqa qilib turib berishadi akalar. Mashinani ichi yo'l bo'lib ketmagan bo'lsa bo'ldi. Atay nomerimni uzoq ko'rsatdim. Maqtanyapman nomerim bilan. Qani, bismillah. Bismillah dedim. Yaxshi bola ekan. Endi qanaqa kurs ochsam, ishonib pulimizni topshirsak bo'laradi bu bolaga. Aldamaydi. Bismillah dedi-yu. Tilima gapirgan ko'p.